Assalomu alaykum. O'tgan dars biza alif, ba, kaf, dal, to va lam alif harflarini shaklini yozishni o'rgangan edik. Bugun nunli harflarni o'rganamiz. Nunli harfligi bizga nima kiradi? Ya'ni osti nun harfi, ya'ni birinchi nun harfini o'zi kirsa va oxiri ya'ni nun harfi qo'shilishidan hosil bo'lgan harflar kiradi. Masalan, bunga nun, hop, lam alif, lam kiradi, lam harfini o'zi, keyin sin oxiri, sodni oxiri, yan oxiri. Hozir buni dars davomida ko'rib chiqamiz. Birinchi nun harfini o'zini yozishdan o'rganamiz. Xo'p, bismillah. Nun harfini birinchi bo'lib mana shu kateni yarmidan boshlab olamiz. Kateni yarmidan boshlab olganimizdan keyin keyingi kateni yarmigacha kalla chop tushamiz. Xuddi ba harfini qanaqa qilganimizdek olib chiqamiz. Unchalik katta emas u, normalniroq olib chiqamiz. Tekis bo'lishi mumkin emas. Misol uchun olib tushayotganda mamnaqaroq olib tushiladi, lekin hech qachon bunaqa tekis yozilmaydi, sal qiyinroq. Endi qiya qilish kerak ekan degan maqsadda bunaqa qilib olmaylik. Xo'p, davom etamiz. Nun harfi. Xo'p, общий bir katek bo'ladi, lekin ikkita katekni o'rtasida bo'lishi kerak. Qo'l uzdim. Qo'l uzgan joyimdan xuddi shu joydan olib borib kelib, keyingi katekni yarmida olib chiqib o'zini bo'yi razmerida to'xtataman. 1,5 katekgacha olib borish kerak. Qozoncha shaklda bo'lishi kerak, masalan. Mana. Xohlasanglar nun tochkasini olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu nun harfi edi. Endi bitta kateklik yozmoqchi bo'lsanglar, o'sha men aytgan gap bitta katekni o'ziga sig'adi. Endi bitta katek deganda bitta katekni yarmiga sig'adi, to'g'riroq. Xo'p, bu nun harfi. O'lchov birliklari qanaqa bo'ladi? Bosh qismi bizda 1, 2, yarim dumaloqcha va o'zi 3 ta bo'ladi. Ya'ni o'zi asosiy qismi 3 dumaloqchadan, ya'ni 3 tochkadan iborat bo'ladi ruchkamizda. Bu nun harfi, yana bitta yozib ko'rsataman, mana. Olib tushamiz. Qo'lni uzgan holatda keyin xuddi shu joydan qozon shaklida olib chiqamiz. Chaplanib ketdi, e'tibor bermaysizlar bu yoqni. Sinib qolgani bilinishi kerak emas. Men mana shu yerda endi qoidacha yasab ketaman. Mana shu joyda harflarimiz sinib qolingani bilinmasin. Endi bu juda unaqa muhim narsa emas u, lekin xattotlik kirib ketayotgan paytimizda, ertaga peroli ruchkada yozayotgan paytimizda bu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Oddiy sharik ruchkada hech kim sizni xat turingizga qarab o'tirmaydi. Bu o'zi xat turi emas, shunchaki xunuk bo'lib chiqayotgan harflarimizdan chiroyliroq yozib berishga foydali bo'ladi. Ertaga bu mana shunaqa qonun-qoidalarni o'rganganingizdan keyin perol ruchkada yozish siz uchun muammo bo'lmaydi. Keyin sin harfini yozamiz, lam harfini yozamiz. Alif va nun harfini birlashmasidan biz lam harfini hosil qilamiz hozir. Undan oldin biz alif va kaf harfini, to'g'rirog'i alif va ba harfini ulayganimizda kaf harfi shakli hosil bo'ladi. Bugun alif va lamni, alif va nunni ulaganimizda nun harfi hosil bo'ladi hozir. Alif yozdim, undan keyin nun harfini ost qismini sal qiyaroq qilib tushiraman. Mana. Bu lam harfi bo'ldi. Lam bilan kaf harfini farqi bor. Kaf harfini osti 2 katek, lam harfiniki 1,5 katek bo'ladi. Kaf harfini osti tekisroq, ba harfiga moyilroq bo'ladi. Lam harfida bo'lsa qozoncha shaklda, ya'ni dumaloqroq bo'ladi. Keyin sin harfimiz bizda. Birinchi bo'lib katekni boshigacha bunday chizgicha qilib olamiz. Keyin bu yerdan keyingi burchagacha o'zini bo'yi razmerida olib chiqamiz. O'zini bo'yida olib chiqmasangiz ham bo'ladi, atak shart emas. Keyin xuddi shu joydan keyingi katekni yarmigacha olib boramiz. O'sha yerdan yarim katekcha olib tushamiz. Va boyagi qozon qismichamizni yozib olamiz. Sin bo'ladi, qoladi. Xo'p, bu yerda nimalar bo'lib ketdi? Qaranglar. Bosh qismi bitta dumaloq, pastga tushish qismi, ya'ni sindan o'zini mana qismidan pastga tushish qismi bitta dumaloq. Buni o'zi 3 ta bo'lyapti. Mamutga bitta, 1,5 sig'adi, mana boshiga bitta sig'adi.
ikkita sig'ida sel bo'ladi, keyin katta bo'lib ketadi lekin. Qarang, bitta yozib ko'rsataman. Mana bitta bunaqa yozib olamiz. Keyin u yerdan ozgina chiqarsangiz ham bo'ladi. Katta chiqarmasangiz ham ozgina chiqarib olsangiz bo'ladi. Keyin xuddi shu joydan keyingi kateni yarmigacha olib tushib, qozoncha shaklda qilib, sin harfini yozib olamiz. Ya'ni xuddi shunaqa chiqarishga harakat qilinglar. Kamida 100 tacha yozing har bitta harfi. Hop, keyingi harfimiz bizda bo'ladi sod harfi. Biz to harfini shaklini yozganmiz. Xuddi shu to harfini shaklidan sod harfi shaklini yasab olamiz. Mana sod harfini kallasini to harfi bilan bir xil, prosta oxiriga biz o'sha nun harfini qo'shib qo'yish orqali sod harfini hosil qilib qo'yamiz. Yaxshi. Qoidalarni tushuntirib turgan to harfi bilan bir xil. Keyin ya harfi sal qiyinroq. Qarang, mana shu joydan boshlaymiz. Tochkani burchagidan. Bu yerdan kateni yarmigacha olib tushganimizdan so'ng ilon izi qilamiz bu yergacha. Va pastiga nun harfini ulab olamiz. Ya harfi siz uchun hosil bo'ladi. Bu yerda nima bo'lyapti? Mana Mamatga bitta dumaloqcha sig'ish kerak. Tak bir xil bo'lib ketsa ham bo'ladi, lekin mana shunaqa qilsangiz afzalroq. Keyin o'zini bo'yiga bitta katta chora dumaloq yetmay qolishi kerak. Pasti hali ham o'sha 3 ta dumaloqcha. Keyin yana bitta yozib ko'rsataman. Yozganimizda bundoq tushadi boshi, shapkachasi. Keyin bu yoqdan biz ilon iziroq qilamiz va bu yoqdan nun harfini ulab yozib qo'yamiz. Ya harfi hosil bo'ladi. Tuzdan tushsa ham bo'ladi, tuzdan tushmasa ham yozsangiz ham bo'ladi. Tak tuzdan tushsa ham bir xil. Uyga vasfini bo'lyapti. Shu nunli harflarni hammasini bitta-bitta yozib chiqish bo'lyapti. Xo'p, menga nima ko'rsatasizlar? Ko'p mashq qilinglar. Bir dona 5-6 ta yozib qo'yib qo'ymanglar. Qaranglar. Nun harfini yozib ko'rsatasiz menga. Keyin lam harfini lam harfini yozib ko'rsatasiz. Sin harfini yozib ko'rsatasiz menga. Oxirida katiga e'tibor bermayman. Shunchaki harflarning ketma-ketligini tushuntirib beraman. Qoidasini bunga qaramang hozir. Boyacha tepada tushuntirgandek qoidaga qarash kerak. Ya harfi tushuntiramiz. Chiroyli. Nun, lam, sin, sod, ya. Kutib olaman. Inshaalloh ertaga bitta video chiqadi. Ma'assalama.